Limfa bu ko'krak bezlaridan ketayotgan limfa suyuqligini filtr qiladigan tugunlar hisoblanadi. Bu limfa tugunlar ko'p hollarda metastatik zararlangan bo'lsa, ya'ni metastazlar bo'lsa olib tashlanadi. Ularni olib tashlamaslikning iloji yo'q. Kasallik agar boshlanish paytida ko'p metastazlar bo'lgan bo'lsa, zararlangan limfozillarni hammasini olib, o'sha limfozillardagi metastazlar o'ldimi, davolaganimizda yo'qmi degan savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda kasallikning stadiyasi qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p limfa tugunlari olib tashlanadi va qo'lda o'sha limfostaz kelib chiqishi mumkin. Bunaqa bemorlarimizga qo'llarni ehtiyot qilishni tavsiya qilamiz. Doimiy ravishda 3-5 kilogramdan ortiq narsa ko'tarish tavsiya etilmaydi.